mana xotinni bir paytda davolanganligi natijasi mana homilaning yuraklari urib turibdi. Bu bizani 2,5-3 oylik natijamiz. Ko'pchilik meni faqatgina erkaklarni davolaydigan shifokor deb o'ylaydi, ya'ni urolog, androlog. Aslida biz reproduktologiya yo'nalishini ham tamomlaganmiz. Nafaqat erkaklarni, balki ayollarni ham birdek davolaymiz. Bemorimiz bizaga qaysi oyda kelgandingiz siz? Shu yanvar oylarida. Yanvar oyida kelgandingiz. Spermogramma tahlilingizni topshirganingizda 10% dan ham past bo'lgan ekan. Shunaqami? Shunday ancha past. Bir oy, 1,5 oyda tahlilda o'sha morfologiya ko'rsatkichi 4 dan yuqori bo'lgan. Bemorimizda spermogramma ko'rsatkichi 60% dan yuqori bo'lgan. To'g'ri davolash natijasi bemorimizda birdan ko'tarildi. Yaxshi davolash to'g'ri effekti bo'ldi. Undan keyin biz bularni davolab qo'yganimizdan keyin homiladorlik holati kuzatilmagandan keyin ayollarni tekshirishni boshladik. Akasi ayollarda bilsak, folikula yetilib yorilmaslik holati bo'larmi sizda? Folikula yetilmasdan kistaga aylanib qolardi. Tekshirganimizda gormonal disbalans, boqoqlarda o'zgarish bor, gormonlari buzilish holati kuzatilgan va sizni qancha vaqt ketdi davolaganimizga? 2 oy. 2 oyda inshaalloh rezultat bo'ldi. Hozir mana birgalikda haqiqiy rezultatni ko'rib olamiz o'zi tahlilda. Ketdik.